Abdurashid Mavlevi Oqqosh. Abdurashid Mavlevi 1901-yili kuzda Qashqar shahrining sharqiy janubidagi Oqqosh degan yerda Ömer Axun otliq bir kambag'al Uyg'ur oilasida tug'ilgan. Ömer Axunning dadasi İlyas Axun 1877-yili 12-dekabrdagi Qashqarni qo'g'dash urushida Zozongtang qo'shini tarafidan shahid qilingandan keyin Manching tajovuzchilari Oqqoshdagi İlyas Axunning mahallasini qattiq bulang-talang qilib, bu mahalladagi Uyg'ur xalqini xonavayron qilib o'tgan. Shu vajidan bu joydagi aholi uzun mezgilgacha qayta asliga kelolmagan. Birinchi dunyo urushi mezgilida Hindi yoshlarini inglizlarga askar bo'lib, Osmoniylarga qarshi urushga qatnashishdan to'sqanligi uchun qizil tutish buyrug'i chiqarilgan bir alloma bir qism Uyg'ur savdogarlarining yordamida Hindistondan Qashqarga qochib kelgan. Ayni chog'da Qashqardagi Angliya konsulxonasining Qashqardagi o'rni va ta'siri yuqori bo'lg'achqa savdogarlar bu kishini elning nazaridan yiroq bo'lgan Oqqoshga elib kelib o'rinlashtirgan. 15 yoshlik ziyrak o'smir Abdurashid tezla bu kishining alohida diqqatini tortgan. Shunlashqa u o'zidagi barliq bilim va milliy ruhni bu yoshga miros qoldirmoqchi bo'lgan. Shu tariqada 7 yillik vaqt o'tib ketgan. Yosh Abdurashidmi bu jarayonda Hindistonlik allomida bor bo'lgan barcha diniy va fanniy bilimlarni mukammal va to'liq o'zlashtirib bo'lgan. To'liq afsus, ona vataniga Abdurashid bilan birga qaytib, uni o'zidanmi yuqori va nopozliq do'stlarga o'qishga bermoqchi bo'lgan Hindistonlik alloma 1922-yili kuzda og'ir kasal bo'lib saqayolmay Oqqoshda vafot bo'lgan. U vafot bo'lish oldida o'z o'g'lida ko'radigan ziyrak izbosari Abdurashidga Hindistonga berib o'qish va o'zining shu yerdagi urug' tuqqanlarga o'z qo'li bilan yozgan vasiyatnomasini topshirib berish haqida ko'rsatma bergan. Shunlashqa Abdurashid 1923-yili Hindistonga o'qishga chiqqan. Ayni chog'dagi Tarim vodisi bo'libmi Uyg'urlarning siyosiy va madaniyat markazi bo'lgan Qashqar shahri 1917-yildan 1922-yilgacha tashqi dunyodan ayirib tashlangan edi. Keyincha Yangzingshin va Matitay orasidagi nopoz va huquq talashish kurashlari tufaylidan Matitay o'z oldiga Qashqarni boshqarib, Yangzingshinga qarshi turish uchun har qaysi qatlam Uyg'ur jamoat arboblarini o'ziga mayil qilish uchun chegaralarni echib qolmay, yana texi Uyg'urlar va Anjan tarafdan qochib kelgan Char podshohchi qochoqlardan qo'shin tashkil qilib, bolsheviklarga qarshi turish istikida adab askar elvatdi. Shu vajidan Qashqardagi Uyg'urlar omroq va orzuliq farzandlarining askarlikka tutilishidan ansirab, nurg'unlarini savdogar va o'quvchi salohiyati bilan chet ellarga qochirib etishgan edi. Mana shundaq tarixiy orqa ko'rinish ostida Abdurashid Ömermi bir qism boylarning ballarini boshlab mangan savdo karvoniga qo'shilib 1923-yili yozda Hindistonga yetib kelgan. Abdurashid Ömer shu yili kuzda hozirgi Deoband oliy maktabiga qabul qilingan. Biroq 1924-yili avjiga chiqqan xalifa qo'zg'oloni tezla butun Hindiston tavasiga yamrab, xarakteri birdilla milliy mustaqillik inqilobiga aylanib ketgan. İngilizlar bu qitimliq cho'ng qo'zg'olonni yanada burunqidek qonliq bostirgan. Gerçi Abdurashid Ömer bu qitimqi qo'zg'olonga bevosita qatnashmagan bo'lsa-mu, biroq Hindi xalqining haqliq kurishiga ma'naviy jihatdan yesdoshlik qilgan va Hindi xalqida jo'sh urib jonlanayotgan milliy ruh va milliy mustaqillik kurishidan ta'sirlangan. Aslida u mazkur maktabni 1927-yili bitirish kerak edi. Biroq 1924-yildagi zo'r qo'zg'olondan keyin İngilizlar bu maktabni bir yildak taqvat kashga uning o'qish bitirishi bir yil kechikib qolgan.
1928 yılda yaş Abdurashid Ömer özünün ameliy ilmiy saviyasiga yarasha Mevlevi unvoni bilan Dioband oliy maktabini Aliyul A'la natija bilan bitirgandan keyin bir mezgil shu yerda o'ltiraqlashib qilish yoki tavakkul qilib vatanga qaytishdan iborat ikki xil tanlash orasida arisaldi bo'lib qolgan. Chunki 1924-yili Abduqodir Damollam qaslab o'ldirilgandan keyin Qashqar shahri Uyg'ur mo'tavarlari va o'limalari uchun xatarlik shaharga aylanib qolgan edi. Uning ta'ligiga u arisaldilik ichida yurgan kunlarning birida Qashqardan Hindistonga chiqqan savdogarlar uning bilan ko'rishib, Yangzingshin degan yalmavuz Xitoyning shu yili 7-iyul Urumchida qo'l ostidagilar tarafidan o'ldirilganligini, uning o'rniga chiqqan yangi amaldorning burunqi bir qator cheklamalarni amaldan qoldirib, xalqni moyil qilishga tirishayotganligini, shunga endi xotirjam vatanga qaytsa bo'ladiganligini aytib, uni g'amdan xalos qilgan. 1928-yili kuzda Qashqarga qaytib kelgan Alloma Abdurashid Mavlavi Qashqar shahrining burunqi holidan ancha farqsiz holatda turayotganligini his qilib, shaharda turmay yurti Oqqoshda o'ltiraqlashgan. U shundan beri toki 1953-yilgacha bo'lgan 25 yillik oxirgi hayotini yurti Oqqoshdagi Uyg'ur yoshlarini layoqatli qilib tarbiyalash va xalqni kuchlik inqilobiy ruh bilan yetaklashdek sharafli xizmatlar bilan o'tkazgan. Uning himmat va g'ayratida layoqatlik yetishgan tunji turkumdagi yangi bir nasl yoshlar 1933-yildagi milliy mustaqillik kurashlari va 1934-yildagi vatanning milliy mustaqilligini qo'g'dash yo'lida jonlarini fido qilgan bo'lsa, ikkinchi turkumdagi izbosarlari 1937-yildagi Abduniyaz Kamal qo'zg'oloniga qatnashib, Uyg'urlarning mustaqilligi yo'lida hayotini beg'ishlagan. 3-turkumdagi izbosarlar bo'lsa, 1945-yili kuzda boshlangan mashhur Toshqo'rg'on inqilobiy harakatining jasur partizanlarga moslashib, hozirgi Qashqar shahrida turishliq Gomindan qo'shinini qo'rshovga elish janglarida alohida to'hfa ko'rsatgan. Shu vajidan Abdurashid Mavlavi 1938-yili va 1945-yillari uda ikki qitim Jallat Shingsay va Gomindan banditlari tarafidan turmaga tashlangan. 1946-yildagi 11 moddalik tinchlik bitimidan keyin Abdurashid Mavlavi qo'yib berilgan bo'lsa-mu, biroq nazorat ostida yashashga majbur bo'lgan. Biroq u yanada qilchi qo'rqib qolmay, Oqqoshdagi cho'ng jamiyada juma xutbalarida avomga davomli turda ko'rsatma va yo'l yo'riq berishni davom qilgan. Shunlashqa Qashqar shahridagi Gomindan g'alchilari betimga xilof holda uni yana bir qitim turmaga tashlagan. 1947-yili 4-oyda atalmış o'lkalik birlashma hukumatning raisi Jang Jijung va muavin raisi Ahmad apandim Qashqarga ziyoratga kelganda avomning kuchlik talabi bilan turmadan qo'yib berilgan Abdurashid Mavlavi yana davomli layoqatlik bir avlodni yetishtirib chiqish uchun bel bog'lagan. Hayotidagi eng oxirgi 5 yil marhum uchun to'limi eg'irchilik yillari bo'lib, bu 5 yildagi turli besimlar 50 yoshlik qiron yoshdagi erkakni chash soqollari oqargan buvayga aylantirib qo'ygan. 1949-yili 24-avgust Ahmadjon Qosimiy qatorliq rahbarlari suiqasd bilan g'oyib bo'lib, boshqa qoldiq Uyg'ur rahbarlari ona vatanidan ayrilib, qo'shni Hindistonga chiqib ketgandan keyin shu yilning oxirlari qaytadan mustamlika ostiga tushib qelish Uyg'ur xalqiga bo'libmi marhumga o'xshash mustaqillik va ozodlik tarafdorlariga to'limi har kelgan. Shunlashqa Abdurashid Mavlavi qattiq va keskin iboralarni qo'llanib, keng Uyg'ur jamoatini ishg'oliyatga qarshi turish, dushmanga qarshi kurash qilish haqida vaz nasihatlarni ko'plab qilishga boshlagan. U hatto o'zi burun Hindistonda shahid bo'lgan va anglagan milliy qahramonlarning ish izlarini keng ko'lamda tashviq qilib,
ularning milliy ruhini va dushmanga qarshi jasoratini oshirgan. Oqibat Qashqarda asosini puxtalab olgan va 3 yildan beri Abdurashid Mavlaviyni joylab etish uchun savr qilib fursat kutayotgan qu Xitoy kommunistlari 1953 yili 5 aprel Abdurashid Mavlaviyni uydan tutqun qilib chiqib ketgan. Shundan beri uning hech qanday xabari bo'lmagan. Marhumning oqibati ta hozirgacha oshkor bo'lmagan sir qatorida turmoqda.